Makkada Qirg'iziston fuqarolari uchun ziyoratchilar va talabalar bepul joylashishi mumkin bo'lgan mehmonxona qurilishi boshlandi. Bu haqda Prezident administratsiyasi axborot siyosati xizmati rahbari Doirbek O'rinbekov ma'lum qildi, deb xabar berdi 24.k ga. Uning so'zlariga ko'ra, loyiha Prezident Sadir Japarov ko'magida amalga oshirilmoqda. Yangi bino Saudiya Arabistoniga borgan qirg'izistonliklarning bepul yashashi, jumladan haj ziyoratini ado etishi va ta'lim olishi uchun mo'ljallangan. Shu bilan birga qurilishni yakunlash muddatlari, moliyalashtirish hajmi va obyektni foydalanishga topshirishning aniq sanasiga hozircha aniqlik kiritilmagan. Davlatlar yoki milliy diniy jamg'armalar o'z ziyoratchilari uchun Makka va Madinada maxsus uy-joyga egalik qilish yoki qurish holatlari allaqachon mavjud. Qirg'iziston loyihasi noyob, ammo yagona emas. Bunday modellar bir qator musulmon mamlakatlarida uzoq vaqtdan beri qo'llanilmoqda. Masalan, Lembaga Tabung Haji, Malayziya, Makka va Madinada mehmonxonalarga ega bo'lib, ziyoratchilarni imtiyozli tariflar bo'yicha joylashtirish bilan ta'minlaydi. Turkiyada diniy ishlar bo'yicha davlat boshqarmasi Diyanet Makkada o'zining va uzoq muddatli ijaraga olingan obyektlaridan foydalanib, ziyoratchilarni o'z narxi bo'yicha joylashtiradi. Indoneziyada yirik shartnomalar va yotoqxonalarga ega davlat haj missiyalari mavjud. Eron ham Makkada ziyoratchilarning bir qismi bepul yoki deyarli bepul yashaydigan vaqf binolariga ega. Shu nuqtai nazardan Qirg'iziston tashabbusi butunlay bepul yashash shakli bilan ajralib turadi. Bu esa uni dunyodagi kam sonli va Markaziy Osiyodagi birinchi shunday amaliyotlardan biriga aylantiradi.